Bek qısqınaq ekan bu. Yana birini ayt. Bilinganni böriya degan gap bor. Bir-biringlar bilan jidallashmay inoq o'tinglar deydi. Bilinganni böriya degan nima gap bu? Bu savolingning javobini munu hikoyadan bilib ol. Bir yurtda 4 itba bo'lib, ularning biri podachining, biri qassobning, biri oshpazning, yana biri navoiyning uyida yashaydi ekan. Ular bir kuni uchrashib qilib, o'zaro do'st bo'lishibdi. Ağayneler, mushundaq dostluqni uzundan beri arzu qilib kelgandim. Bugun muradim hosil bo'ldi. Sen qandaqsiga bu xiyolni qilib qolding? Men egamga yordamlashib, bir patim molni beqib kelyapman. Egam mendan bek rozi. Biroq uning oldida men baxil. Nemishqa? Bir biri pat kelib qo'y o'g'irlaydigan bo'lib qoldi. Men har qancha qilibmi uningga taqobil turolmadim. Sizlar bilan burunroq do'st bo'lgan bo'lsam, biriga birlikda qarshi turadiq-da. Egamning oldida yuzib yorug' bo'lgan bo'ladi. To'g'ri aytding. Yana ham bo'lsa-mu, birini birlikda yo'qtaylik. Agar tezdan uning adabini bilmasak, sening qo'ylaringni yeganga qanoat qilmay, butun yurtimizga tahdid soladi. Bizni kishilar vafodor deb ta'riflashidi. Shunga ismi jismimizga loyiq ish qilaylikmi? Bu ofatni yo'qotib, eldan yana bir mukofot olaylik. Amisa gapimiz gap-a? Birining qarasini ko'ribla, sizlarga belgi beraman. O chaqda to'rt tarafdan qapsaymizda, bir qana chiqasimi qachanmaydi. Mardni maydonda ko'ring debgan. Qo'rq gaplashak yut. Ishini vaqtida ko'raylik. Yuringlar. To'xtanglar ag'aynilar. Bu ishda sen solo, men solo qilmay, hammamiz bir dil, bir niyat bo'lmasak, bo'lmaydi-ku bu. Chataqlar yo'q. Gelmedi o. Gel, yürü. Ben yenildi. Sen beni bir yayısla o. Yaymaz. Annesi yolları bazen kocam deyip koyup bana tutma. Benim demekçi boğunum. Sen tahrik kılınla. Özlemle dünyada hiç kimge takılmaydım. Lekin sizlerdeki baturlarının bağlığını bilmek dikenme. Sizler hemmanla bir tukanma. Bir tukango emas. Lekin bir tukandım mı çare. Beni tanıysan go? Tanıyma. Ama bula... Bu kasapның işte. Bu aşpezning işte. Mavun havayning işte. Tanıp aldın mı? Endiği yesek bola. Qani kelinglar do'stlar. To'xtanglar, to'xtab turinglar. Navoiyning ishti chiqib tursin. Sizlar uchunglar yaqin kelinglar. Hey, sen nega ketibdi? Men podachining nurg'un qo'ylarini yedim. Qassobning qinini yaladim. Oshpazning yunsini ichdim. Lekin Navoiyning hech nimasiga ziyon solganim yo'q. U ishning meni yeyishga nima haqqi bor? Sizlar uchunglar meni yeyishga haqliq. Şuna Navoiyning işini ujuqtirib deb, andin meni yangla. Ras. Ama bunu ötüreyim.
Belli. Endi oshpazning ishti chatga chiqib tursin. Sizlar ishkinglarga kepin ba. Yaqin kelinglar. Oshpazning yunsini ishib qo'yganimgala, uning ishti meni yeyishga haqliqmi? Meni sizlar ishkinglar yanglar. Uni ujuq turatmasanglar, sherik bo'laman deb turib oladi. Bama baga. Amiz ikki tarafda tav qo'salamiz. Ha. Kelin. Endi-chu, qassobning ishti sen oyadira turib tur. Men qara, rostni aytsam, meni yeyishga faqat sen loyiq. Chunki men sen boqqan qo'ylarni yegan. Qassobning qinini yalab qo'yganimgala, uning ishti meni yesasini qo'sg'im kelmamda. Sen uni tahliytib, unga yetib meni yemamsan. Oho, ras. Biroq qassobning ishtiga kuchim yetmasmikan? Hey, davatgan gapingni qara. Men yordamlashmam dema. Undaqsa, mayli. Sen uning kaynidan hujum qil. Oldidan men chiqay. Ahmaqlar. Sen. Brother. Sana qaraganda men işteyligirek. Şuna sen meni yeymen deb avar bo'lma. Sen gapingda yana olmoqchimi? Mening maqsadimni tex bilmadingmi? Bak, nima ekansan? Sen rostini meni yemsan. Yemay burnimning ustiga ep qo'yatdimmi? Au! Bichare iştlarning taqdiri oxiri shundoq natijalanibdi. Bölüngenni bo'riya degan tamsil shuningdek qolgan ekan. Oy, buva, qarama, yomg'ir yig'ibdi. Voy, ras. Tuymay o'ltiraveribdimiz ha. Bol qizim, o'g'izlik qaqlog'i yaltirab qiyib yutib tush. Ma'qul. Amsa naqshini o'g'zida yetamanjimi? Ha, ma'qul. Yomg'ir yog'di, qor yog'di, shoqirab ketdi. O'tligimni maylisam, toqirab ketdi. Yomg'ir yog'di, qor yog'di, shoqirab ketdi. O'tligimni maylisam, toqirab ketdi.
Teği uxlamapsan o kızım. Uyqum kelmeyotidi-gu. Endi uxla, xeyli vaqt qaldı. Sizning uyqungiz kelmadimi? Meningmi uyqum kelmayotidi tan. Amisi birden paranglashib olib turayli-chi, buva. Mayli. Nima degan demak bu? O'ylining darvosini birdan echib etamsan ya. Qo'rqim keladi. Yana qo'rqim kelyotdi davatqinni. Kech tursa, buva. Odamning nemishki kechisi qo'rqisi keladigan-da, buva. Nima deb javob beray endi? Aras. Musha haqda bir hikoya bor. Aytib beray bo'lmasa. Ajab yaxshi. Bir kuni qushlar naqshi musobaqasi o'tkazmoqchi bo'pti. Musobaqaga hamma qush turlaridan birdan vakil taklif qilinibdi. Musobaqa boshlanishga oz qolganda bir o'qish maydonga kirib kelibdi-da, qaynapli ketibdi. Bu qandaq gap? Bu musobaqani kim uyushtirdi? Nemishqa bizni vakil qatnashtirmaysizlar? Aşkımı bilen musabaqa qatnışarmış. Avazının sertligini özü bilinmeydiğen oxşaydı. Ağlığı bir kıplak gelip kısıca. To'xtanglar. O'qishxon. Bu musobaqaning xarakterini sen bilmasan kerak. Bugungi faoliyat odatdagi ko'ngillik so'rin emas. Alayda uyushtirilgan naqshi aytish musobaqasi. Seni chaqirmaganligimizdan ikki sabab bor. Biri, sen tegi taklifini aytganda qushlar oilasiga nasib emas. Yana biri, seni bir qush deb hisoblagandimi, sen naqshchi emas. Bugun chaqirganlarning ko'pinchisi har qaysi qush turlaridagi naqsh cho'mponlardir. Bizga bugun tahlil qilgan gap bo'lsa, fursat deb kun yashaylik. Hari bol. Seni naqshchilik ilmining mutaxassisi deyishkimi bo'ladi. Lekin bu saharda sen bilmaydigan ishlarmi oz emas. Ha? Sen sadedimi demakchi? Boshundaq musobiqlarda menmu mahorat ko'z tutishim kerak demakchi. Qiziq gap bo'ldi ekansan, o'qishxon. Bundaq deyishdiki, asosing nima? Men Bo'ldi, qo'tildavani. Musobaqani boshlayvering. Qo'g'laydi uni. Nimani qo'tildaveradi? Suvaningni chiqish. Kimingni ko'zing kelishmaysan? Chechilmagan do'stim. Bizga daxli qilma. Keyin so'zlashaylik. Yo'q, hozir so'zlashimiz. Voy, nimani so'zlashimiz? Sen meni mayli qandaq tarkibga ayrima, lekin mening naqshchi ekanligimni e'tirof qilishing kerak. Ay, gap qilmay versak zeyni sanmay atqala turdingmi endi? Naqshchi bo'lsang qani javob bergina. Naqshchi degan nima, ha? Naqshi deganimiz jonliqlarning butkul hayot faoliyatida tetigan ochiq tatliqlarni oshkor ifoda qilgan chog'dagi yangratgan sadosidir. Mushu ma'nodan aytganda, naqshining haqiqiy qimmati atalmish yiqimliqlikda emas, balki uning mazmunining cho'nqirligida. Bu gapga seni naqshchi deb e'tirof qilishimiz kerak ekanda. Albatta. Bilishing kerakki, dunyoda naqshining turlari nihoyatda ko'p. Masalan, sizlar aytayotgan madhiya xarakterdagi kuylarmi bir xil naqsha. Ko'z yo'rish paytidagi onaning to'lg'oq dastidan voy sochlari bir xil naqsha. Shakal yerib chiqqan chuchining chuquldashtirimi bir xil naqsha. Yangi qotirilgan qabri oldidagi yetimlarning buquldab shig'lashlari bir xil naqsha. Shirtqush og'ziga kirib ketayotgan nimjon o'lchining xiyqirashlari bir xil naqsha. Gullar orsig'i mo'kin elib, oshiqqa tutib emay yurgan qizning nozliq kulkilari bir xil naqsha. Hatto g'apillar tatgan xo'rak ovozi bir xil naqsha. Bu sepsetlaringga kim ishonadi? Naqshi degan go'zal bo'lish kerak. Bo'lmasa kishiga estetik zo'q bermaydi-da. Xatolashvatsan xo'ras. Tabiiylik, go'zallik demak.
Senin noktayı nazirin boyucu boğanda, senle elmisaqtın tatıp eytip kelevatkan nakşılarla asası orunda durur dikende. Bununla kızıkmaydı. Okuş, sen bayağı mezmun hakkını bildirledin. Senin hulaşlarında kandak mezmun vardı. Acayip çonkur mezmun ba. Keçinin, yani ölüm halıdıdaki aşu menzirinin vahimisinden peyda boğan tuyuğu meni nida kılışqa mecbur kılıdı. Topan basımı tuymağıdaki aletli uxlavatqallani aşu nakşan bilen uygatqım kelidi. Ey hırkış, kişiler seni karangı zulmetli çıllaydı mı deyişidi? Bunu kandak çöndürse? Xoraz, men qarangıda turup, yani qarangını çıllarmam mı? Qarangıdan zarlanıp, tağını sıyğınıqçılarının birincisi men turup, munda qaqaretlensem. Bu gepçe tan elçisi men emes, sen gelsen de? Menin bu, undaq namdın tamayım yok. Sen mu, elçilik davası qımmığının düzük? Nemişka? Süzülüp boğan tağını çıllaşının nemi zürürükti? Şoňa seni elçi digenden köre, jakkaçı digen yaxşırak. Meni o nezerden saqit qılıp ettin. Hem itiraf qıladigan bulbul, torgay, qalğaç, tomuç qatarlıqlarının naqşısı o yaraydıgan da sana. Yaraydı. Birak, vaydap ketküçülüğü yok. Nemişka? Çünkü ularning naqşlarıdan madhiyadan başka alametini bayqı qılıp olmaydı. Dünyada sana yaraydıgan naqşa zadi yoqma? Bah, meningçe dünyada qahramanlarning hurra çoqallarga yetadigan naqşı bolması gerek. O kuşnun bu gepiden keyin kuşlar lamjim deyişmepti. Bu ularning qayıl boğunumu yoki nemi desi demendo dep iran qilmag'inimi ish qilib buni hech kim bilmaydi ekan. Tügüdü mü? Tugadi. Tozu düşünemedim buva. Bazı yerlerini azırak iş berine. Chaynab bergan tamoqning lazzati bo'lmaganidek, tahlil qilib bergan hikoyaning ahamiyatimi bo'lmaydi. Hozirdan boshlab mustaqil fikr yurgizganing yaxshi. Ha, naqshangni ayta. Derya ke bir mihri var, koyes ke bir tihri var. Derya ke bir mihri var, koyes ke bir tihri var.
boldum buva. Endi hikayenizni aytib bering ha. Burunqi zamanda boy bir sodiga bar ekan. U halol tijorat qilib erishgan boylig'ini kang tasha yeb ichibmi hech chaldatanmabdi. Shuning bilan o'z yurtidagi nurg'un g'ayr-qurvalarga xayr ihson qildi. Shundaqdimi uning boylig'ining tangdin to'lisi yana eshib qopti. Oxiri u haj qilib kelish uchun haramga beribdi. Lekin u butun haj faoliyatini tugatib, o'z yurtiga qarab yo'lga chiqadigan kunning g'arb kechisida tushida mundaq bir ovozni anglagandek bo'pti. Ey sodigar! Sen uyingdagilarni rozi qilmay ketsa, shunga sening hajing qabul bo'lmadi. Garchi bu ovozni u tushida anglagan bo'lsa-mu, ko'ngli g'ash holda uyiga qaytibdi. Shunda qilib sodigar yondirqi yili hajga yana beribdi. Bu qattimmi ahvol bulturqidek bo'pti. 3-yili yana beribdi. Yana shundoq bo'pti. 4-chi, 5-chi, 6-chi qatim bosimi heliqidek ovoz takrorlanaveribdi. Bu ishdan ko'ngli qattiq g'oyigan sodigar bir oqshimi oshu tushni qayta ko'rish maqsadida istixor qilib yetibdi. Darvaqa sodigar heliqi tushni qayta ko'ribdi. U heliqi ovozni anglab bo'libla mundaq savol beribdi. Janobi Allohning nomi bilan shuni so'raymanki, bu mening 7-chi qatim kelishim. Biroq bu qatimmi hajimning qabul bo'lmaganligidan bishorat berildi. Halbuki men har yili uyimdagilardan ayrim rozilik elib kelyapman. Bu ish meni bakmu ajablantiryapti. Agar men kimlarning norozi ekanligini aniq bilib olganligimda uyimga berib ularni rozi qilib kelatdim-da, hajimni ado qilib olatdim. Ey sodigar! Senden norozi bo'lguchilar uyingdagi xotin bolaring emas. Belki sening yukingni ko'tarib, boylik to'plashingga jon pido qilgan to'ygan bilan kechiringdir. Sodigar bu javobni anglagandan keyin darhol uyiga qaytib kelib, to'g'isi bilan hechirining oldiga kiribdi. Ey vafodor markablarim! Sizlar menga bir umr xizmat qildinglar. Men sizlardan rozi. Afsuski, o'qishimcha sizlar mendan norozi ekansizlar. Halbuki men sizlarni obdan baxtim, urmadim, tillamadim. Balki xuddi o'z bolamga ko'ngandek ko'yindim. Qaysi ishimdan norozi ekanligimni bayon qilsanglar, savalligimni tonib, sizlarni rozi qilsam. Ay, Xechirxon, avval sen so'zligin. Yo'q, To'ga aka, avval sen so'zla. Ma'qul. Men sana bir umr xizmat qildim. Sen darvaqa meni yaxshi osdirding. Bunisi rost. Ammo sening bir ishing ko'nglimni bek ranjitdi. Qaysi ishim? To'xta. Gapimni bilma. Men bo'y bastimning yo'g'onligi ham kuchimning zo'rligiga qaramay, sana royishlik bilan bo'ysundim. Maslan, menga minadigan yoki yuk ortadigan chig'ingda cho'k deding, cho'kpadim. Xuddi men qichib ketadigandek burnimni teshib chulik o'tkazdim. Buningmi ma'qul dedim. Shundoq bo'lgandan keyin menga yana chiplovamay royimga qo'yib bergan bo'lsang, sendan hargiz norozi bo'lmasdim. Ajba, men o'z yo'limni tutib mangolmaydigandek
Maňa o kodur işekni yolbaş çıkıp koydun ha. Bu Boldu. Zahlımaylı koy. Suğu salsan su kütermez miskal tümürünü. Oldun bilip ilip bulmaz kalgan köngülünü. Keçir Xan. Ämdi sen işçini boştu al. Senin meni optan bakının rast. Bakının güçlük. Sana raurus işlepedim. Ama sana hemişe narazılığımı bildirip durdum. Meselen aldığımı kesen çişledim. Akımı östen teptim. Bu zaten nemi üççü? Sen beni halal bilen haramның oturustan peyda kıldın. Hazır meni atamның cemiyetimi arısığı anmaydı. Anamның cemiyetimi arısığı anmaydı. Bana nemi gün bu? Türlüp kağınımga min pişayman. Sen oylap baktın mı? Men nemi üçün tuğmudum? Evlatlarımı men tatkan azapını tatıp kalmasın dep tuğmudum. Bes Keçir digen nam men bilen yok kalsın. Sodiger tügüsü bilen Keçirining dert halını anlap hijolatdan yerge kirip ketgedek bop ketipdi de lonjim demesden çıkıp ketipdi. Buva, men muçu bir kişilerden sal hap bolup kaldım. Oy, kimden? Bunu nakşamdan anlap bilibilin ha? Oğul tuğmuş